Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum musulmon birodarlar. Mana har bir davlatlarda yurganingda masjidlari ham har xil bo'lar ekan, ko'chalari ham boshqacha, bir yerda tor bo'lsa, bir yerda keng, bir yerda toza bo'lsa, bir yerda chang. Mana bu masjidga kirsang, arab davlatlaridagi masjidlarda o'sha yerda turgan Qur'onlar hammasi eski bo'lar ekan, qarang. Sababi o'sha kirib o'tirganingda ko'rasanda, har bir odam kelgandan keyin qancha minut vaqti bo'lsa ham Qur'onni olib o'qishar ekan. Ular bizda ham xuddi o'zimiz mana bu nima deydi, o'zimiz tilimizda bo'lganda biz ham shunda ko'p o'qir deydi. Shuning uchun Qur'onlar hammasi eski bo'lar ekan, titilib ketgan. Bu yerda juda ko'p nimada sonda Qur'onlar. Mana bizim masjidlarda uncha ko'p emas Qur'on, hammasi yangi. Turkiyada ham yangi turadi. Eskisi yo'q. Sababi odamlar u yerga borib Qur'on o'qishmas, tezroq namoz o'qib chiqib qolishga harakat qiladi-da. Lekin yana bunday qarasang, masjidlar ham har xil bo'lar ekan. Mana Turkiyada masjidlar eski usulda qurilgan. Hammasi haligi nima desa bo'ladi, bu tarixiy masjidlarga o'xshatib qurilganda yangilari ham. Boshqa arab mamlakatlarida uncha tarixiy emas, hozir ko'p joylarda shu zamonaviy uylarda masjidga o'xshatib qo'yibdi. Bizdachi, bizda ham o'ta juda nima qilyapti hozir, eski kuhna nima deb qadam. İlgari davrda qanaqa qilib savlatli qilib qurilgan bo'lsa shunday qurilyapti. Lekin bitta narsa bo'lyaptiki, hamma yerda bir xil ekan. Shu aylanib yurib ko'rdimda, hamma hech bir-biridan farqi yo'q. U nima desa, u masjidga ozon aytilganda masjidga qarab ketayotgan ishni to'xtatib odamlar hamma yerda bir xilda ozgina ekan. Shu ozon aytilgandan keyin odamlar ishini tashlab tezroq masjidga boray degan 100 tadan bitta bo'lar ekan. Yana 100 tadan bittasi keyinroq borsa kerak masjidga. Men shu avvalroq ketib qolganim uchun orqada qancha odam borligini ham bilmayman. Jumaga qancha odam kelishini ham aniq bilmayman, lekin mana bu nimalarda videolarda ko'rsatib qo'ydi juma namozini, hayit namozini bilasiz, juda to'lib ketadi. O'shanda juma namoziga kelgan odam bomdodga kelgandan ko'ra 100 barobar ko'p keladi. Hayit namoziga kelganda u ehtimol 200 barobar ko'p kelsa kerak. Shu ayniqsa bomdod namoziga odamlar juda oz chiqadi. Bir Yahudi nima so'rab qoldi-da, bir musulmon odamda. Sizlarda masjidlarda bomdod nima namoziga qanday chiqyapti odam desa, boshqa masjidlar nimada namozlarga esa ko'proq chiqadi-yu, shu bomdodga ozroq chiqib qoladi degan. Desa, yaxshi debdi. Nimaga yaxshi deyapsiz? Siz musulmonlar masjidga shunaqa bomdodga masjidda namozda jumaga chiqib o'qiganda o'qigan mahallalarda biz butunlay yo'qolib ketamiz degan ekan. Ko'rdinglarmi? Demak, bu nima deb biz hozir misol uchun hammani haydab olib chiqib qo'ysa, ashaga majbur qilib qo'ysa, chiqishardi ham. Mana Toshkent nimada O'zbekistonda ertaman chiqib hali davlat gimni madhiyasini mahallalarda ham ayttirayotgan ekan, shunday qilib chiqsa bo'lardi. Lekin bu yerda odamlarda xolis o'zini chiqadigan bo'lganda shunday nima keladi-da. O'sha yahudlar yo'q bo'ladi. Sababi mana shu namoz degan narsa, bu namoz bundaychasi aytganda bu nimani ruhi desa, ruhida endi islomda agar namoz to'liq o'qilayotgan bo'lsa, demak musulmonda
nimasi ibodati to'liq bajaryapti ekan. Ya'ni musulmonligi to'liq bo'lar ekan. Bu 5 mahal namoz. Shu namozga qandaydir qalb bilan berilib chiqayotgan bo'lsa musulmon, demak u to'liq musulmon. Buni qayerdan bilasan desa, sahobalar shunday bo'lishgan ekan. Ular bomdodga ham, jumaga ham shu deyarli bir xilda chiqishar ekan. Bir mahallada shu birov chiqmay qolsa xabar olib kelishar ekan. Kasal bo'lib qoldi shekilli yo kasal o'lib qoldimikin deb. Bir yoshroq bola bor ekan, doim masjidga chiqadigan. Bir kun bomdodga chiqmay qolibdi. Chiqmay qolib yana aytgan ekan, bir xabar olaychi, nima bo'ldi deb kelibdi. Kelsa, eshikni chaqirsa, u bolaning onasi chiqibdi. Nima bugun bolangiz masjidda ko'rinmadi desa, bolam kechasi bilan ibodat qilib chiqdi. Ertaman o'sha bomdodga azon aytguncha ibodat qildi. Juda charchab qolgan edi, shunda keyin bolam uyda o'qib ola qo'y endi, bir kechasi bilan ibodat qiling dedim. Darrov bomdodda o'qib olib yotib oldi, hozir uxlayapti debdi. Deganda o'sha odam aytgan ekan, o'sha bolangiz ertamangacha maza qilib uxlab, ertaman turib bomdodga chiqib masjidga chiqib o'qiganda o'shani savobi kechasi bilan o'qiganidan ko'ra ko'proq bo'ldi degan ekan. Jamoatda shunaqa barakot bor. Jamoatda ko'pchilik bo'lganda o'sha maqda odamni iblis ham shayton ham adashtira olmaydi. Eng muhimi shu huzur bilan o'qish namoz bu juda qiyin narsa. Shu nimada endi buni men olimlar aytmadi, bir oddiy bir nima musulmon aytdi-da, qayerdan eshitganini so'rab olmayman. Shu masjidga kelib namoz o'qishni hikmati shu ekanki, bu odamlar qalbi nima bo'lib turadi endi, u yoqqa ketib qoladi. Hammamizda ham endi xayol ketib qoladi, boshqa bo'ladi. Shuni singari endi namoz o'qiyotganda Alloh o'sha imomni qalbiga qarar ekan. Imom shunday adashmasdan, xayoli bo'linmay ketib o'qiydigan bo'lsa, bu hamma odamga, xayoli bo'linganlarga o'sha odamda savob berilar ekan. Ya'ni u namozni xuddi xushu bilan oxirigacha o'qiganday hisob bo'lar ekanda. Endi imomning qalbi shunaqa u yoqqa ketib qolsa, shu safdagilarning qalbiga qarab chiqadi deydi. O'shalarda eng yaxshi xushu bilan o'qiganda qalbiga qarab boshqalarga ham o'shani savob beriladi deydi. Shuning uchun bu nimaga masjidga chiqish juda katta savob. Masjidga ketayotganda biz har bir qadam qo'yganda shu takbir aytib ketadigan bo'lsa, la ilaha illalloh. Har qadami bir qadamiga bir savob beriladi, bir qadamiga gunoh kechiriladi degan. Shunga agar ertaroq borib turib oldingi safda o'qiydigan bo'lsa, nur ustiga yana nur bo'ladi. Namozni shu nimani juda zarurligi. Endi undan keyin namoz bu og'ir ish. Bunday u faqat munofiqlarga aytib qo'yadi, munofiqlarga og'ir juda deydi. Munofiq bo'lmas, bu musulmonga yengil bo'ladi. Sababi musulmon qalbi iymon bilan to'lgan musulmon o'sha masjidga ketayotib savobni qancha savob olayotganini bilib, u qiynalmay boradi. Shu hali munofiq odam bo'lsa yoki bir erkadigan yalqov odam bo'lsa, shu masjidga ham shu endi bormasang bo'lmaydi-da. Yo bo'lmasa bugun mahallada osh bor edi, endi billa chiqish kerak bo'ladi endi deb turib, o'shaga boradigan odamni bilan qalbini qarasang, o'sha nima qandaydir farqi juda katta-da. Musulmonlarga eng og'ir namoz nimalarga? Munofiqlarga eng og'ir namoz bu xufton bilan bomdod namozi deydi. Xufton bilan nima bomdod namozini masjidda o'qigan odamga mana bu kechasi bilan savob yozildi, namoz o'qib chiqdi degan savob beriladi deydi. Sababi masjidda o'qilganda 27 karra ortiqcha savob beriladi.
Endi o'shani vaqtga hisoblaydigan bo'lsa, xufton bilan bomdodni masjidda o'qigan odamga hali kechasi bilan namoz o'qilganday vaqt ketar ekanda, bundaychasi aytganda. Agar u shu bir namoz o'qiyman deydigan bo'lsa, o'sha 27 marta xufton, 27 bomdodda o'qiydigan bo'lsa, o'sha kechqurungi xuftondan keyin bomdodgacha bo'lgan vaqt yetmaydi ekan. Shuni savob berilar ekan. Shuning uchun hammamiz jamoatga shoshilaylik. Jamoatda baraka bor. Shuning uchun nima deb qo'yadi? Buni hikmati shunaqa, nimaga jamoatga chiqdi hikmati shuki, demak shu yaxshi bir hikmati bor ekanda. Shuning uchun unga 27 barobar ortiqcha savob berib qo'ygan ekan. Bo'lmasa, shu uydagi o'qigan namozni o'qiymiz. Faqat shu borib kelish. Keyin namoz degan narsa bu Allohning eng buyurgan buyruqlarining ichida, bundaychasiga aytganda, og'irroq hukm. Mana hajga borish. Odamlar shunaqa havas qiladi, hajga borish. Nima, bir martada. Jumagacha, haftasiga bir marta chiqib qo'yadi. Hayitga yopirilib boradi. Aroqxo'r ham boradi, poraxo'r ham boradi, benamozlar, umuman benamozlar ham boradi. Nimaga deganda bir martalik. Mana bu 5 mahal namoz shu og'ir, ayniqsa nimalarga, mana bu imoni zaiflarga. Yana eng muhimi, qiyomatda hisob kitob boshlangandan avval namozini tekshiradi. Kimi namozi yaxshi chiqadigan bo'lsa, uni boshqa amallari ham yaxshi bo'lgan bo'lardi. Shu bilan osongina jannatga kirib ketish bor ekan. Endi kimi namozi noto'g'ri chiqsa, nima deysiz aytganda, o'qimagan bo'lsa yoki namoz o'qimagan yoki juda harinaqa qilib erinib o'qigan bo'lsa, bu boshqa amallari ham yomon bo'lar ekanda, shu jannatga kirish juda og'ir bo'lar ekan. Shunga masjidga shoshilaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.